o'zimni videolarimni TikTokda ko'rib shok bo'lib qoldim qizlar. Keyin men u qizga yozdim, nimaga meni videolarimni qo'yyapsiz? Yana tegidagi ma'lumotlari bilan bir xil qilib qo'yibsiz desam, o'chirib tashlayin desam, senga nima alam qilyaptimi? Sendan ko'p prosmotr yig'gani, bir narsa deb ketsalar bo'ladimi? Menga o'chirib tashlang desam, bilganimni qilaman, xohlaganimni qilaman deydilar. Astag'firulloh qizlar, ishonmanglar har narsaga. Birinchi tekshirib ko'ringlar, qanaqa video, kimnikini olgan, qanaqa stikerlardan ishlatgan, qanaqa narsalar qo'ygan, profilini ham обязательно tekshirib ko'ringlar. Keyin unga ishonsanglar bo'ladi. Qizlar, u qiz meni kursimga yasalgan videolarni ham olganlar. Hamma ma'lumot bergan videolarimni olganlar. Keyin o'zlariga xuddi o'zlariniki qilib qo'yganlar. Qizlar, kurs narxini ham xuddi menikidek qilib 49 ming qilib qo'yganlar. Bu odamlarni aldanishiga olib keladi. Meni videolarim, meni oзвучкам orqali birovlarni aldayotgan bo'lishlari mumkin. Ehtiyot bo'linglar qizlar. Keyin bu qizlar meni o'quvchim ekanlar. 6-potokimda 49 ming so'mlik kursimda o'qigan ekanlar. O'zlariga insofsiz ekansiz. O'quvchim bo'lib turib shunaqa ish qildingizmi ustozingizga deb yozsam, menga nima qilishni o'rgatma, o'zim bilaman-ku deb ketsalar bo'ladi. Bu videoni qo'yishimdan maqsad kimnidir qo'rqitish yoki ogohlantirish emas qizlar. Hamma ayol qizlarimizni aldanib qolishdan saqlash kerak qizlar. Boshqalarga aldanib qolmaslik uchun menga podpisatsiya bo'lib olinglar va meni videolarimni Rikda boshqa akkauntda ko'rib qolsanglar, sразу blok qilinglar yoki bu siz videoingiz emas deb yozinglar. Hammani yaxshi ko'raman. Menga podpisatsiya bo'linglar.